Oka, Jeka Art House. Shundoq literaturniydiki, hamma o'sha qidirib yurgan joyda emaski, 2 xona uy topib qo'ydim u. Remontlarni qarang. Asal bo'lib turibdi. Ketdik bir boshdan ko'rsatamiz. Mana bundan orqani o'giramiz. Mana bu kiradigan joyimiz, o'sha eshigimiz bo'ladi. Bu yerda bizni birinchi katta yotoqxona, spalni. Ko'rib turganingizdek, 46 kvadratga ikkita xonani akkuratda sig'dirib qo'yishgan. Hojatxona sanuzlimiz bu yoqda joylashgan. Bitta baho berib qo'yasizlar. Remontlari chiroyli bo'lib turibdi. Ketdik. Mana bu endi xonalarga o'tiradi. Birinchi mana tomonni ko'rsatib o'tamiz. Zal. Zalimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Mebelli, texnikasi, hamma. Qarang, eshiklarni hamchi zo'rini qo'yishgan, parketlar, hamma remontlarni asal qilib ishlatishgan. Siz bosh qotirib o'tirish hojati yo'q. Bu esa oshxona. O'zi вообще-то uyimiz 3 xona ham desa bo'ladi, nasarim deydi. Chunki men bitta studiya format deydigan bo'lsangiz, bu yerda ham o'tiradigan joylar, sharoitlar cho'tki. Undan tashqari mana bitta akkuratli bitta balkonchasi bor. Men masal balandlikdan qo'rqaman, shu ushlab turaman, qo'rqmaysizlar. Bu ani okalarga maza ekan. Qisqasi, shu uyimiz sotilyapti. Egalariga pul zarur bo'lgani uchun bozor narxidan ancha arzon ketyapti, xudo xohlasa. Olgan odam yutib ketadi. Olib o'zim yashayman desangiz ham zo'r. Olib arendaga berib qo'yaman desangiz ham zo'r. Olib mulk qilib qo'yaman desangiz ham zo'r. Baribir hamma narsani yengisi yaxshi, oka. Hamma raqamlar pastda bor, telefon qilaman desanglar, hamma ma'lumotlar ham pastda bor. Mana bu raqamlarga esa albatta qo'ng'iroq qilinglar.